Bunaqa arzon bo'lish kerak emas, bunaqa katta uchastkalar. Olgan odamga buyursini. Bu uchastkamiz Toshkent tumani Tutsor mahallasida joylashgan salkam 6 sotu. Kattagina hol, oshxona, podvollardan tashqari 7 ta xona, 3 ta sanuzel. 100% pishgan g'ishtdan qilingan. Kommunikatsiyalari suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari do'kon, kafelar, havas savdo, maktab, bog'cha, masjid yaqin masofada joylashgan. Videoni mana shunaqa bahaybat uchastkalarni arzonroq narxda olishni yaxshi ko'radigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Xonalari katta, odam yashashi uchun qurilgan ekan, lekin 80 ming emas, 79900 ga baraka qilsanglar bo'ladi. Telefon qilsanglarchi yana ozgina kelishtirib beringlar. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Shu hayhotli uchastkamizning narxini eshitsanglar hayron qolasizlar. Uchastkamiz Sergeli tumani Chortoq mahallasida joylashgan. 11.2 sotu, fasad razmerlari 27 metr, oshxonadan tashqari, podvoldan tashqari 6 xona, 3 ta sanuzel. Remontlari yaxshi holatda. Kommunikatsiyalari suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari Index bozor, maktab, bog'cha, do'konlar, Magic Safari bog'i ham yaqin masofada joylashgan. Har bir xonasi, даже har bir yo'laklari ham kengini qilib, baland qilib ishlangan. Videoni mana shunaqa katta uchastka qidirib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Mana oshxonasini kattaligini qaranglar. 201 ming so'rashyapti, faqat taqalgani mana shu ekan, bo'lish ekan mana shu. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmasanglar, shunaqa zo'r variantlarni birinchi bo'lib ko'rasizlar. Kvartirani puliga o'zbekona mahallalardan uchastka. Bu uchastkamiz yer hisobida sotilyapti. Olmazor tumani Chig'atoy darvozadan kirganda Qo'shtut mahalla. 3.7 sotu, kommunikatsiyalari suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Infratuzilmalari maktab, bog'cha, masjid, eski shahar Karzinka, Chorsuv bozori yaqin masofada joylashgan. Yonida 4 sotuvli yeri ham bor ekan, lekin bu alohida narx. Videoni Chig'atoydan uchastka qidirib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Bu uchastkamizga 75 ming so'rashyapti. Telefon qilsanglar yana ozgina kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Pul ishlab olishga bugun ko'radigan eng zo'r variantlar mana mana shu bo'lsa kerak, okajonlar. Hop, shunda ustiga 4 ming qo'yib yana sotib olsanglar ham bo'ladi. Lekin men yashaydigan odam bo'lsa xursand bo'laman faqat. Bu kvartiramiz Shayxontohur tumani Beltepada joylashgan bo'ladi. Mana shu atrofdan rosa ko'p sotganmiz o'zi. 4-qavatda joylashgan 47 kvadrat maydonga ega mebel texnikalari bilan patquluch holatda sotiladi. Bitta hol, bitta oshxona, ikkita yotoqxona bor. Sanuzellari ham birga. Videoni aziz birodarlarga jo'natib qo'yinglar. Infratuzilmalari Karzinka, Safiya, maktab, bog'cha, Ibn Sino Stroymart, masjid, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Topoviy lokatsiyalardan bu joyimiz. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa zo'r variantlarni birinchi bo'lib ko'rasizlar. Yusuf Savdogar kanalida 61900 ga qo'yildi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, men sizga birinchi qavatlardan ko'rishni tavsiya beraman. Bu kvartiramiz Olmazor tumani Tansiqboy 1-kvartalda joylashgan. Etajnista ham zo'rda, birinchi qavatda joylashgan. Oldida katta joy bor, bemalol bu yerdan eshik ochib, огород qilib katta qilib foydalansanglar bo'ladi. 65 kvadrat maydonga ega 3 xona, balkonlari ham bor, oshxonalari bor. Sanuzellari ham alohida qilib qilingan. Infratuzilmalari Tansiqboy bozorcha, maktab, bog'cha, Turkiston to'yxona, avtobus, kanichka, yashash uchun juda ham qulay joy. Videoni Olmazordan kvartira qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa jo'natib qo'yinglar. 85 ming so'rashyapti, lekin oladigan odam bo'lsa telefon qilsa yana kelishamiz deyaptilar. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar.